Menimcha bu rolikni butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan. Шелтый. Куда пойти? А эти видео мне скинула подписчица. Они тоже ему делали замечания, но парень очень агрессивно отвечал. Shu kunlarda Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy bog'da yuz bergan bog' mehmonlari noroziligiga sabab bo'lgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Bir yigitning hovuzdan baliq chiqarib olgani dam oluvchilarning e'tiborini tortgan. Bu holatga taniqli bloger Diyora Azimova va uning dugonasi ham guvoh bo'lgan. Taniqli bloger Diyora Azimova va uning dugonasi bu holatga guvoh bo'lib, bog' qoidalari buzilayotgani va hayvonot dunyosiga bunday munosabatdan g'azabga tushishgan. Ular zudlik bilan yigitni baliqni suvga qo'yib yuborishini talab qilib, to'xtatishga harakat qilishgan. Biroq huquqbuzar o'zini juda qo'pol tutib, qizlardan biriga nisbatan qo'pol iboralar ham ishlatgan. Keyinchalik Diyora Azimova bu haqida ijtimoiy sahifasida obunachilari bilan bo'lishgan. O'z hikoyasida to'g'risini aytsam, men har doim bunday odamlardan qochaman, lekin baliqqa juda achindim. Men bu bog'ni juda yaxshi ko'raman. Bolaligimdan u yerga sayr qilish uchun muntazam boraman. Shunday odamlar kelib atmosferani va tabiatni buzadi, deb yozgan bloger.